Rossiya davlatidan katta assortimentda minivatta mahsulotlarimizni, mijozlarimizni issiqxonalarga yetkazib olib kelib berdik. Hurmatli obunachilar, minivatta mahsulotlarimiz Rossiyada ishlab chiqarilgan bo'lib, hozirgi paytda issiqxonada ko'chat yetishtirish uchun eng qulay va eng samarali mana shu minivatta mahsulotlarimiz bo'lib qoldi. Kakao substraktdan ham qulay desam ham bo'ladi. Bu minivattadan qulupnay, pomidor, bodring turli xildagi ko'chatlar uchun mo'ljallangan. Hozirgi paytda atirgulchilar orasida juda mashhur. Mana ko'rganinglardek, mijozimizga o'zlari buyurtma bergan, o'zlari o'lchamga kerakli o'lchamdagi minivatta mahsulotlarimizni katta assortimentda olib kelib berdik. Sizlarga ham mana shunaqangi minivatta mahsulotlarimiz kerak bo'lsa, mana bu pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, biz ham sizlarga katta assortimentda o'zingizga kerakli o'lchamdagi minivatta mahsulotlarimizni yetkazib olib kelib beramiz. Mana bu o'sha pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, bizning mutaxassislarimiz to'liq ma'lumot berib, maksimal taqalgan optim narxlarda qilib berishadi. Ali baraka, barakali hosilingiz manbai.